uylanmayman. Uylanasan, uylanib ko'rguncha o'zim uylantiraman, xo'pmi seni? Men ham to'yingni ko'rsam deyman. Tezroq yurgin jiyan. Ho, ana qiz bir cheydik ko'rdingmi mana? U sinfdoshim-ku. Qizimiz juda ham odobli, ertalab vaqtli turadi. Sahar 5 ta turib xo'rozlarni uyg'otaman. Ha, yo'q-e. Assalom. Ha qizim, kech qolibsan. Uxlab qopman-da. Soat 12:30 bo'ldi, 6 soat tugadi. Qizimiz birovni ko'ziga tik qaramaydi, qo'yni og'zidan cho'p olmagan. Ha, menman. Ha. Azza qo'lingni olib ustozimiz-ku. Bo'lmasa menga gapirmasin, kech qolsam ham keldim-ku. Yomon odatlari yo'q, esli xushli. Aytganlaridek. Ha. Mana bu damazot, mana bu karolzot, mana bu ishda pagon. Azza qiz bolasan, buni o'zingga qaragin, karta parta qilib ishlatgin. Gaping to'g'ri. Ketdi futbolga. Biron joyda o'qinglar. Ha, yaqinda o'qishga kirdi. Detemdan 50 ballim bor edi, UBSga talaba bo'ldim. 49 ta bakalavr yo'nalishlar bor. Yaxshi o'qisangiz AQSh, Janubiy Koreya, Yaponiya, Yevropani nufuzli oliygohlarga amaliyotga va sayohatga yo'radi ular. Keyin bitta gap, sinfdoshlar bilan birga topshirsa, 10% imtiyozi ham bor kontraktga. Ha, yaxshi ekan. Ha, bo'lmasa dugon bular alohida o'ziga gaplashib olishsin, biz o'tirib turamiz. Boringlar, mana shunday kelinglar. Endi taqdir yo'llarimiz bir bo'lgan ekan. Maskangni yechi. Ey, normalniy gapir. Xola. Chaqir kelsin. Ey.